Oyatlarda keltiriladiki, Bag'dodlik bir odam xonadoni yonib ketgan paytda ko'chaga chiqib yig'lay boshlagan ekanlar. Uyim yondi, hovlim yondi, butun mol mulkim o'tda kul bo'ldi deb yig'laganlarida bir donishmand odam kelgan ekanlar. Ey birodar, nimaga yig'layapsan? Uyim yonib ketdi. Mol mulkim o'tda kuydi, orzu havoslarim o'tda kuydi. Men yig'lamay kim yig'lasin deganlarida haligi donishmand odam savol qilgan ekan, birodar, moling kuyibdi, uying kuyibdi, xotining qanaqa? Xotindan Xudo bergan, tejamkor, fahmi farosatli, bir sumim 10 so'm bo'lsin deb harakat qiladigan, isrofdan qo'rqadigan meni Xudo bergan bir ayolim bor degan gapni aytganlarida haligi donishmand javob qilgan ekanlar, unda qo'rqmagin, uying kuymabdi. Xotinni yaxshisi bu erni baxti, bu dunyoni jannati. Tejamkor ekan, isrof qilmas ekan. Agar suyak omon bo'lsa go'sht bitib ketadi, yongan uying yana obod bo'ladi. Agar meni xotinimga o'xshagan befarosat xotining bo'lsa, Xudoni urgani.